Assalomu alaykum. Akalar, ukalar, do'stlar, hamma sog'likmi, oilalar tinchmi, bardam boqyapmisiz? Musofirda yurgan aka-ukalar, parvoz aka-ukalar, hamma sog'likmi, oilalar tinchmi, bardam boqyapmisiz? Yangilik so'ragan aka-ukalarimiz uchun yangilik Farhod Tuvda juda ham ko'p. Yana bitta narsa aka-ukalar, kecha bir Toshkentdan qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Muxlislarimiz tarafidan. Xullas, so'zlashuvdi ma'nosi shu: Farhod, sizdan 2023-yilda 3 ta jo'ja olganman Hanjardikindan. Shundan 2 ta xo'roz, bitta makon chiqdi degan nima bo'ldi-da. Keyin 4 ta yutdi xo'roz, bitta oq qanot chiqdi. Shu oq qanoti juda ham zo'r chiqdi. Shu 4 ta yutdi. 4-yutug'idan keyin uyga kelgandan keyin xullas kasallanib, xullas xo'roz o'ldi degan nima bo'ldi-da, gap so'zlashuv. Endi men shunda aytdim, videolarini tashlab bering desam, yo'q, videolari yo'q. Menda Nokia prostoy telefon ishlatar edim. Xullas kalom, yaqinda shu kamerali telefon oldim degan gap bo'ldi-da, gap qisqasi. Bo'lmasam shuncha paytdan beri nimaga aloqaga chiqmadingiz desam, yo'q bo'lib ketdi. Nomerlaringiz, nimalaringiz, o'zlarimiz Telegram guruhda ham yo'q ekan bu muxlisimiz. Xullas kalom, nima demoqchiman? Endi bu akamizmi, ukamizmi, bunda endi ayb yo'q. Prosto aytgan gapi bo'yicha, masalan, prostoy telefon ishlataman, xullas syomkalari yo'q degan nimani aytibdi-da. Endi men har bitta jo'ja sotganimda nima demoqchiman? Har bitta jo'ja sotganimda aytaman-da, shu chempion bo'lsin, shu nimalarni, videolarni tashlab ber degan nima bo'ladi-da. Shuning uchun endi boshqa jo'ja sotgan aka-ukalarimiz ham kuzatadi. Shuning uchun ham bu videoni ishlab turibman. Aka-ukalar, unday bo'lmaydi. Nima deydi? Qisqagina qilib aytaman, erkak bolali. Masalan, men liboy odamga jo'ja sotganda aytganman. Esimdan chiqmaydi bu gap. Videolarimni xudo xolasa bir tashlab turasiz, g'alaba palabalarni deb-da. Shuning uchun shu narsaga e'tiborli bo'lali. Bu haqiqat yuzaga chiqishi kerak aka-ukalar. Bu ishonaman. Haqiqat egiladi, bukiladi, yer bilan yakson bo'ladi, lekin sinmaydi. Bu baribir tiklanadi. Bu nimaga? Sababi bu tarixdan kuzatilib keladi bir narsa. Lekin временный, vaqtincha bu haqiqat egiladi aka-ukalar. Shuning uchun endi bu jo'jalarimiz, ko'p jo'jalarimiz chiqdi. Ko'p jo'jalarimiz hozir bu urushish yoshiga yetmadi. Xudo xolasa bulardan ham boyovoy, men ishonaman. Boyovoy xabarlar, videolar keladi. Xudo xolasa endi bu narsalar kuzda, erta bahorda boshlanadi, xudo xolasa. Endi yangiliklar so'ragan aka-ukalarimiz uchun yangiliklar juda ham ko'p. Shu O'zbekiston bo'yicha, O'rta Osiyo bo'yicha shu yangi zotlarni olib kelib turibman. Ko'psini ko'rsatib turibman, ko'psini ko'rsatmay turibman. Masalan, bu qanday olib kelib turibdi? Eng zo'r kamida masalan o'yinni ko'raman. O'yinni ko'rib, shu har bitta urg'anda knockdown qiladigan, sindiradigan xo'rozlarning zotlari kelib turibdi aka-ukalar. Ertaga ham Samarqand Kattaqo'rg'ondan Umidjon ukamizdan xudo xolasa zot keladi. Undan ham bitta xo'roz, bitta makon. Endi aka-ukalar, bu narsa masalan
bitta zot bilan endi katta davraga chiqdik aka-ukalar. Xudo xolasa bitta zot bilan chegaralanib qolmash kerakda bu yerda. Men hanjar deb o'tiraversam bo'lmaydi. Masalan, hanjar haqiqatdan ham bilmaydigan odamga bilmaydi, biladigan odamga zo'r narsa, o'ta. Men uchun tengi yo'q narsa. Nimaga? Sababi hanjarda o'ta yuqori texnika bor zotida. Masalan, xo'roz bilan o'ynaganda hech qanday xo'rozni oldiga umuman chiqmaydi. Masalan, pryamoyga umuman chiqmaydi. Faqat orqada o'ynaydi, faqat orqada. Bu nimani beradi? Masalan, mana bu xo'roz o'ta kuchli zarba egasi bo'lsa ham, o'ta smertelniy zarbasi bo'lsa ham, bu ichida qolib ketadi. Bu xo'rozga ishlatib bilmaydi. Bu shu ustida bosib, katta kirmak bosib, xo'roz charchatib, shu orqada urib, sanchib, xullas shunday zotda. Endi to'g'risini to'g'ri aytish kerak, jo'jalari shu o'zidek bermay turibdi-da, gapni qisqasi. Nimaga? Sababi bu yerda qo'shgan makonlarimiz pryamoychi, tanachi. Bu ham zo'r zot, lekin zo'r jo'jalar berib turibdi. Jo'jalarimiz, sotgan jo'jalarimiz g'alabaga erishib turibdi, lekin shu aynan shu super girachi jo'jalar chiqmay turibdi-da. Shu ko'pincha shu blokka urib, korpusga urib sindirib turibdi chiqqan jo'jalar. Endi makonlarimiz shunday-da, qo'shgan makonlarimiz shunday aka-ukalar. Xullas shunday. 70-80% bu yerda makonlarga tortib beradi. Endi shu kelgan yangi zotlar xudo xolasa bu yerda baribir ichkarida ko'riladi. Zo'r ekan degan gap bo'lmaydi. Bu yerda aka-ukalarimizdan chiqmasdan buni ichkarida hammasini ko'raman. Uni qaytadan bir-biriga solib, o'zi yo'llari bor. Keyin xudo xolasa o'zimni zo'r deb bilgan zotlarimiz astan qo'shiladi yoki bo'lmasa ikki zot zo'r chiqsa bir-biriga qo'shiladi. Xullas kalom shunday gaplar. Kelib turgan zotlar aka-ukalar shu kamida har bitta zarbasida knockdown qiladigan xo'rozlar Farhod Tuva shu zotlar kelib turibdi hammasi aka-ukalar. Bu videomiz aka-ukalar yana negativlar tomonidan maqtanilish yoki bu kirmasin. Bir yangilik so'ragan aka-ukalarimiz uchun bir video qildim. Endi bor, bitta ikkita guruch kirmaksi bo'lmaydi, chiqib qoladi, zom qilib. Endi bundayda, bu negativ to'g'risida ham ozgina fikrimni bildirib qo'ying. Masalan, Farhod Tuvada 100 ta odam, men kommentariyalardan bilaman-da, 100 ta odam ijobiy, zo'r fikr bildirib tursa, bitta odam chiqadi-da bu. Endi bu yaxshi tarafga 99% degan. Bu 1% chiqib qoladigan ham bu qanaqa odam bilasizmi? Bu ko'ra olmaydigan, men Farhod uni ko'ra olmaydigan, bu shu dushman odam bo'ladi. Bo'lmasam bu bittasi cho'nqayib chiqmaydi-da u. Agar Farhod Tuvada faoliyatida bir nimalar bo'lsa, kamida bir 10 ta 15 ta chiqib turishi kerak edi. Shunda ozgina haqiqatga yaqin bo'lar edi. Aka-ukalar sog' salomat bo'lasizlar. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonat.